Alisher Navoiyning Sabbay sayyor asaridan bir parcha keltiraman. Andavola eding misolimga, bunda yetkirdi haq visolimga. Raf ulub muqbil ollidin mushkil, bo'ldi gulruh hayolidan xushtil. Qasri sandalda komron bo'ldi, to'ni ham sandali nishyon bo'ldi. Sanda osoyishi ravon angla, atri oning hayoti jon angla. Sandal isimda tek turib bo'lmas, mushni kimsa yoshirib bo'lmas. Shun bu afsona surdi nuktasaro, uyli shah nasimi sandal aro. Hurmatli kitobxonlar, ushbu baytimiz insondagi nafsning oqibatini nimalarga olib kelishi haqida to'liq tushuntirilgan bo'lib, asarning eng muhim qismlaridan biri hamda nafsning oqibati nimalarga olib kelishi haqida bizga yaqqol Navoiy o'z tilidan bayon qiladi va asarning markaziy qahramoni bo'lgan Shohbahromni qanday qayg'uda ekanligi, nafsni oxiri nimalarga olib borishi bir inson misolida ko'rsatiladi.